biz bugungi mavzuyimizda the 5 most common mistake in English, ya'ni ingliz tilidagi top 5 ta o'quvchilar yo'l qo'yadigan xatoni ko'rib chiqmoqchimiz. Demak, boshlaydigan bo'lsak, eng birinchi xato har qanday o'quvchi ham vujudga keltiradigan bu agree so'zi bilan bog'liq bo'lgan xato hisoblanadi. Ya'ni agree so'zi bilan qanday xatolik yo'l qo'yiladi? Ya'ni wrong. Biz ko'p holatlarda I am agree with you deb ishlatib qo'yamiz. Ya'ni writing yozayotganimizda yoki speaking davomida. Aslida esa bu xato hisoblanadi. Ya'ni bu xato variant. Endi buni to'g'ri varianti qanday? Correct. To'g'ri variantda bu I agree with you shaklida bo'ladi. Ya'ni biz nima demoqchimiz? Agree bu fe'l hisoblanadi. U hech qanday sifat emas. Ya'ni bizda qoida bor. To be plus adjective yoki aytaylik kelishi mumkin bo'lgan narsa noun yoki verb bir shakliga ing qo'shilgan holatda kelishi mumkin xolos. Ya'ni mana shu vaziyatlar to'g'ri. Mana shu holatlarda kelishi to'g'ri, lekin hech qachon biz to be fe'li bilan, ya'ni to be ga hech qachon verb bir shaklni to'g'ridan to'g'ri qo'sha olmaymiz. Shu sababli I am agree emas, I agree with you shaklda bo'ladi. Bu birinchisi. Endi ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, ya'ni ikkinchi eng ko'p yo'lga qo'yiladigan xato bu despite, ya'ni despite of, ya'ni despite of, ya'ni biz nima demoqchimiz? Despite plus to'g'ridan to'g'ri verbga ing yoki of to'g'ridan to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni o'rtada of kelmaydi. Ya'ni of keltiradigan bo'lsak, bu xato hisoblanadi. Mana shu to'g'ri variant. Ya'ni bu deganimiz despite of the rain, we could go to picnic. Ya'ni yomg'irga qaramasdan biz sayr qilishga bordik, ya'ni piknik qilish uchun bordik degan gap xato hisoblanadi. Ya'ni buni to'g'ri holati. Despite the rain, we could go to picnic holatida bo'ladi. Ya'ni mana bu holatda to'g'ri variant. Yoki xuddi shuni o'rniga biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan narsa bu in spite of hisoblanadi. Ya'ni in spite ofdan keyin biz to'g'ridan to'g'ri verbga ing holatida yoki otni to'g'ridan to'g'ri qo'llashimiz mumkin, ya'ni of bilan birgalikda. Va despite of bilan in spite, ya'ni despite bilan in spite ofni tarjimasi bir xil hisoblanadi. Ya'ni despite teng bu in spite of, va buni ikkovini ham tarjimasi ga qaramasdan deb tarjima qilinadi. Ya'ni mana shu holatda qo'llanilishi mumkin. Va uchinchi eng keng tarqalgan xato turidan biri bu biz qachonki gapirayotganimizda a yoki n artiklini tushirib qoldirishimiz hisoblanadi. Ya'ni biz n artiklini tushirib qoldirishimiz hisoblanadi. Bu yana bitta katta xatolardan biri. Ya'ni biz men doktor bo'lmoqchiman degan gapni misol keltiradigan bo'lsak, I want to be doctor. Ya'ni mana shu holatdagi gap bu xato gap hisoblanadi. Ya'ni bu wrong, xato. Endi bu qanday holatda to'g'ri bo'ladi? Ya'ni buni to'g'ri varianti I want
to be a doctor. Ya'ni ko'pchilik speakingda bu xatoni ko'p holatlarda yo'l qo'yadi. Ya'ni n artiklini tashlab ketish holatlari juda ko'p kuzatiladi. Writingda ba'zan sezilmasligi mumkin, lekin speakingda yaqqol sezilib turadi va ko'p o'quvchilar bu holatda xatolikka yo'l qo'yishadi. Va keyingi xatolikka to'xtalib o'tadigan bo'lsak, keyingi xatolik ham hammangizda kuzatilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni zamonlar chalkashuvi. Ya'ni ko'pchilik zamonlarni chalkashtirib qo'yadi. Ya'ni qaysi holatda? Mana bu holatda ko'pchilikda kuzatishimiz mumkin xatolikni. Ya'ni I have seen the aytaylik the teacher yesterday. Men kecha ustozni ko'rdim. Ya'ni ustozimni ko'rdim deylik, misol uchun. Ya'ni my teacher deylik. Bu joyda nima xato? Yesterday, ya'ni yozamiz yesterday. Yesterday bu qaysi zamonni signal so'zi desanglar, xo'sh, bu past simple yoki continuous shaklda, ya'ni past simple yoki past continuousda ishlatish mumkin, rasa borsa, ya'ni oshiqchasi bilan. Lekin bu hech qachon mana bu narsamiz, ya'ni have seen, ya'ni bu deganimiz have plus verbning uchinchi shakli. Bu qaysi zamon? Present perfect hisoblanadi. Va bu yerda signal so'z bilan zamon bir-biriga mos kelmaydi. Buni to'g'ri holatda yozmoqchi bo'lsak, ya'ni I saw my teacher yesterday holatida yozish kerak. Ya'ni mana shu holatda yozish yoki mana shu holatda aytishimiz mumkin. Bu to'g'ri variant hisoblanadi. Bundan tashqari, keyingi, eng oxirgi 5-chi eng katta xatolardan biri bu biz hammamiz reported speech mavzusini bilamiz. Ya'ni reported speech nima? Bu demak, reported speech ikkiga bo'linadi. Ya'ni direct va indirect. Ya'ni direct speech birorta odamni gapini aynan aytish. Ya'ni aytaylik, Shohrux says olim. Shohrux says olim qo'sh tirnoq ichida I am a good student. Mana shu holatda. Bu joyda nima xatolikka yo'l qo'yildi? Endi xuddi shu gapimizni biz indirect speechga o'zgartirmoqchi bo'lsak, ya'ni mana shu holatda biz indirect speechga o'zgartirmoqchi bo'lsak, qo'sh tirnoq ochiladi, uni o'rniga xohlasak z qo'ysak bo'ladi va qo'sh tirnoq yo'q bo'lib ketadi va eng asosiysi gapning egasiga qarab qo'sh tirnoq ichidagi I so'zi, ya'ni I so'zi nima qilishi kerak? Moslashishi kerak. Ya'ni bu holatda I so'zini moslashtiradigan bo'lsak, bu he holatiga o'tadi. Ya'ni he holatiga o'tadi va he ga moslashgan holatda am ham is ga almashadi. Ya'ni tepadagi gapni tarjima qilsak, Shohrux olimga deydi: "Men yaxshi o'quvchiman." Endi buni o'zlashtirma gapga aylantirganimizda
Shohrux olimga u yaxshi o'quvchi ekanligini aytadi deydigan bo'lsak. Endi bu joyda hamma to'g'ri o'zgartirildi deb o'ylashi mumkin. Ha, to'g'ri o'zgartirildi. Lekin bitta joyga e'tibor berilmadi. Ya'ni say so'ziga hech kim e'tibor bermay qolishi mumkin bu vaziyatda. Ya'ni qoida bor. Ya'ni say plus to plus object holatida bo'ladi. Ya'ni object bu shaxs yoki birorta narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni kimga xabar berilayotgan bo'lsa, xuddi shu shaxs yoki odam holatida qo'yiladi. Ya'ni mana shu variantimiz, ya'ni say to undan keyin object varianti to'g'ri hisoblanadi. Ya'ni bu to'g'ri variant. Mana bu esa, ya'ni mana bu holatda qo'llanilishi bu xato hisoblanadi. Va bu xato katta grammatik xatolarni yuzaga keltirishi mumkin. Yoki o'rniga tell so'zini ishlatish mumkin. Tellda, пожалуйста, har qanday ya'ni har qanday shaxs yoki narsani hech qanaqa prepositionsiz, ya'ni predloglarsiz ishlatish mumkin. Ya'ni mana bu holatdagi ishlatilishi ham to'g'ri hisoblanadi. Endi qachon xato? Qachonki say so'zi bilan to'g'ridan to'g'ri object holatida yozish, ya'ni shaxsni o'zini to'g'ridan to'g'ri berish bu xatolik hisoblanadi. Shunda yuqoridagi gapimiz, ya'ni direct speechdagi gapni to'g'rilaydigan bo'lsak, Shohrux says to olim. Shohrux says to olim holatida bo'ladi va bu javobimiz to'g'ri. Ya'ni undan keyingi variantimiz, ya'ni mana bu holatda bemalol olib o'chirib o'ylashtirsak bo'ladi. Mana bu holatdagi gapimiz to'g'ri. Yoki buni indirect speechga aylantirganda ham xuddi shu vaziyat vujudga keladi. Says to olim that he is a good student holatida yozish to'g'ri hisoblanadi. Mana shu 5 ta xato ko'pchilikda uchrab turadi. Bu xatolarni iloji boricha imtihonda qilmasligingni tavsiya etib qolar edim. Shu bilan bugungi darsimiz yakunlandi. Keyingi videolarda ko'rishguncha